Psoriazdan qutulsa bo'ladimi o'zi? Psoriaz surunkali qaytalanuvchi immun holatlar bilan bog'liq bo'lgan terining yallig'lanishli kasalligi hisoblanadi. Kelib chiqish sabablari: irsiy, nevrogen, infeksion omillar, allergik kasalliklar bo'lishi mumkin. Zararli odatlar va moddalar almashinuvi buzilishi holatlari hisoblanadi. Bunda terida yumaloq shaklli, chegaralar aniq, pushti dog'lar toshib, ustida kepaksimon tangachalar paydo bo'ladi. Tangachalar nimaga paydo bo'ladi? O'zi terida keratinizatsiya sikli 28 kunda davom etadi. Bularda bu jarayon tezlashib 3-7 kunni tashkil etib, yetilmagan yosh teri hujayralari hosil bo'lib, bu yerda parakeratoz va tangachalar hosil bo'lishni boshlaydi. Toshmalar asosan tirsak, tizza, to'piq, bel, bosh va hattoki shilliq pardalardan ham joylashishi mumkin. Kasallik bir qancha yomon, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tirnoqlar o'zgarishi, bo'g'imlarda o'zgarish va og'riq holatlarda nogironlikkacha olib borishi mumkin. Tashxislash va davolash albatta shifokor bilan birgalikda olib borilishi kerak. Dermatolog shifokor sifatida tavsiyam vaqtida davolanish shart.